shpuntli pol taxta so'ragan akalarimiz uchun bu taxtalarimiz shpunt stanoni oldiga ketdi. Hurmatli akalar, hammasi qulub kalitli, bir-biriga kiradigan juda ham zo'r sifatda shlipovkalar bo'lgan, laklaydigan holatga yetib keladi. Hurmatli akalar, bu shpuntli pol taxta haqida, narx haqida polностью video qo'yishim uchun ozgina shartlarim bor. Bu videoga hurmatli akalar, o'zingizni yaqin tanishinglarni belgilab ketinglar. Qurilish qilganmi yoki qurilish mo'llar do'koni bor, tanishinglarni belgilab ketinglar. Like'larni maksimalniy bosinglar. Mana shu video normalniy ahvatga chiqqanda, xudo xolasa, misol deyli bir 1000 ta like bo'lsin, mana shu video men sizlarga shundoq shpuntli pol taxtalarni qo'yib ko'rsataman. Asl taxta sizlarga hurmatli akalar shunaqangi bir qulayliklarni qilib berdi. Hatto uyingizdan turib, mana bu yomg'irlarda ham kelib o'tirishingiz shart emas. Uyingizdan turib xarid qilishingiz mumkin. Chet elda bo'lsa xarid qilishingiz mumkin. Shunaqa zo'r qulayliklarni xudo xolasa sizlarga qilib ko'rsatib turibmiz. Endi o'zi aslida ishtimni so'ramoqchi emasdim, lekin evaziga sizlar ham menga podдержка qilib berishingizni xohlayapman. Bu video ko'proq odamga yetib borishini xohlayapman. Akalar, aloqadamiz. Если что, qanaqangi razmerdagi taxta kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Suhbatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hop, manzilni so'ragan akalarimiz uchun Namangan shahar, Oydinko'l ko'chaning ichiga tushganda birinchi chap qo'ldagi taxta sklad, asl taxta baza bo'ladi. Hop, hozir ham Jamashuda savdo qiladigan savdogar akamizga 8 ga 5 uzunligi 4 metrli taxtalarimizdan, keyin 14 ga 2 uzunligi 4 metrli polli taxtalarimizdan qilib berganmiz. Akalar, murojaat qilaverasizlar.